Amerikada ushbu universitetda IELTS 5,5 bilan prosta kirmaysiz. Siz grantga kirasiz. Oddiy grant ham emas do'stlar. $112,000 grant. Va kontraktiga atigina $9,000 pul to'laysiz. Bu universitet oddiy deb o'ylayotganlarga do'stim, siz bu universitet haqida umuman eshitmagansiz, shuning uchun hech qanaqa vatandoshlarimiz ham o'qimaydi va universitetning lokatsiyasi ham juda ham zo'r. Bu degani viza olish ehtimolingiz anchagina baland bo'ladi. Yana bitta qiziqarli fakti, ushbu universitetda o'qiyotgan 86% talabalar o'qiyotgan paytidayoq o'sha internship qiladi. O'ylayapsizlarmi, qaysi universitet bunaqa imkoniyat beradi? Agarda biznes sohasini o'qishni xohlaydigan bo'lsangiz, umuman xavotir olmang, sababi universitetni AACSB akkreditatsiyasi bor. Bu degani biznes olamidagi eng kuchli akkreditatsiya. Buni ham hammasi emas. Programmist bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu universitetda Amazon Web servisi bilan shartnomasi bor va sizlarda imkoniyat juda ham ko'p bo'ladi. Cheksiz deb aytsam bo'ladi. Endi savol, bu o'zi qaysi universitet? Bu Robert Morris University. Agarda ushbu universitet haqida polniy prezentatsiya olishni xohlaydigan bo'lsangiz, kommentariyada plus yozig'ini qoldiring.